İslam tarixida mutafakkur va mujohidlar nihoyat ko'p uchraydi. Ammo mutafakkur va mujohidlikdan iborat bu ikki sifatni o'zida teng jug'ligan odam tariximizda nihoyat kam uchraydi. Biz bugungi sonimizda mutafakkur va mujohidlikdan iborat bu ikki alohidalikni o'zida teng jug'ligan mujohid faylasuf Ali Izzat Begovich bilan tanishib chiqamiz. Ali Izzat Begovich 1925-yili 8-oyning 8-kuni Bosniyaning Kirobada quyuq diniy oilada dunyoga keladi. Kichik vaqtidan boshlabla oilasida diniy tarbiya oladi. Sarayovoda boshlang'ich va to'liq o'rta maktabni bitirgandan keyin 1943-yili Sarayovo universitetiga o'qishga kiradi. 1941-yili aprel oyida Germaniya Nazi qo'shini Yugoslaviya ittifoqiga hujum qilib, Yugoslaviyani ishg'ol qiladi. Bular Ostasha jamiyatini qurib, musulmonlar orasiga Nazi fikrini tarqatishga boshlaydi. Ali Izzat Begovich buningga 16 yaşında musulmonlar jamiyatiga qatnashib, yoshlarni atrofiga to'plab, Nazi fikrininki e'tiqodiga va insoniyatga ziyonli ekanligini, har qanday musulmonning Nazi tashkilotlari va Nazi fikrini qabul qilishning to'g'ri emasligini tushuntirib, tashviqot olib boradi. Bu jamiyatning ta'siri yoshlar orasida bag'ansiri kengayib, fondi sho'basi va musulmon qizlar sho'basi qurilib, diniy tashviqot va xayriy saxovat ishlari bilan shug'ullanadi. Kundan kunga kengayayotgan diniy fikrlardan xavf his qilgan Nazilar jamiyatning ruxsatini bekor qilib, oshkor faoliyat olib berishdan cheklaydi. 1945-yili kommunist marshal Tito boshchiligida Germaniya Nazilariga qarshi inqilob qo'zg'alib, Yugoslaviya ozod bo'ladi. G'arbiy Balqon davlatlaridan boshlab Yevropaning bir qancha davlatlarini o'z ichiga olgan Yugoslaviya kommunizm ittifoqi qurildi. Hokimiyat beshiga Tito boshchiligidagi kommunistlar chiqdi. Kommunistlar Bosniya Hersk rayonlaridagi musulmonlarga Nazilardan bek zulm soladi. Masjid, diniy maktablar taqilib, usul tansixonlarga o'zgartirildi. Ali Izzat Begovich Nazi fikriga qarshi turganda kommunizm fikriga qat'iy qarshi turib, Haqiqiy mujohid nomli jurnal nashr qilib, islomning asliy mohiyatini yechib beradigan musulmonlarni o'yg'otadigan turli maqolalarni yozib e'lon qiladi. Uning yozgan maqolalari yoshlar orasida zo'r ta'sir qo'zg'aydi. Ali Izzat Begovich 1949-yili musulmon yoshlar jamiyatini qurishga yordamlashgan, musulmonlarni islom davlati qurishga chaqirgan deb ayblanib 5 yillik qamoq jazosiga hukm qilindi. 5 yillik turma hayotida Mening erkinlik qechishim nomli kitobini yozib, yoshlarni erkinlikka undaydi. Uning turmadan chiqishi bilan kommunistlar musulmon yoshlar jamiyatiga yana bir qatim hujum qilib, asosliq muhim a'zolarini o'limga hukm qiladi va bir qanchisini uzun muddatli qamoq jazosiga hukm qiladi. Sabdoshlaridan ayrilgan Ali Izzat Begovich Sarayovo universitetiga kirib o'qishini davom qiladi. 1956-yili qonun kasbi bo'yicha magistrlik unvoniga erishadi. 1962-yili doktorlik unvoniga erishadi. 1964-yili iqtisod kasbi bo'yicha magistrlik unvoniga erishadi. Nemischa, fransuzcha, inglizcha va arab tillarini pishiq egallaydi. 20 yil atrofida bir qancha shirkatlarda qonun maslahatchisi bo'lib xizmat qiladi. Bu oraliqda musulmonlarni kommunizm iddisidan ogohlantirib, uyg'unish qondaydigan maqolalarni izchil e'lon qilib turadi. 1970-yili Islom xitobnomasi nomli bayon xarakterli kitobini e'lon qilib, Bosniya va butun dunyo musulmonlarini uyg'unish va qaytadan tirilishning boshlamchilari bo'lish nuqtasida majburiyatlarini ado qilishga chaqiradi. Bu kitob butun dunyo musulmonlar orasida zo'r ta'sir qo'zg'aydi. Uningdan keyin Sharq bilan G'arb oraliqida islom degan kitobni e'lon qiladi. Bu kitobni o'xshashlar musulmonlar orasida nihoyat ta'sir qo'zg'aydi. Yugoslaviya kommunist hukumati Ali Izzat Begovichni islom asliyatchiligi va islom davlati qurishga chaqirgan deb ayblab, 1983-yili 11 nafar sabdosh bilan birga qo'lga oladi va Ali Izzat Begovichga 14 yillik qamoq jazosi beriladi. Xalqaro jamiyatning besim bilan 1988-yili qayt sud ejilib, gunohsiz deb qo'yib berildi. 1990-yili Sharqiy Yevropa davlatlarida kommunizm tuzumlarining yemirilishi bilan Yugoslaviya ko'p tuzumlik partiya qurishga ruxsat qilishga majbur bo'ladi. Ali Izzat Begovich bu fursatni ching tutib, Demokratiya harakat partiyasini qurib, o'zi rais bo'lib saylanadi va Bosniya Hersek Cumhuriyatining tunji navbatlik ko'p partiyalik saylamiga qatnashib, birinchi bo'ladi. 1991-yili Kroatiya va Sloveniya Cumhuriyatlari Yugoslaviya ittifoqidan ayrilib chiqib, mustaqilligini e'lon qiladi. Yugoslaviya hokimiyati bularni bostirish uchun harbiy harakat qo'zg'aydi. Yevropa ikki xristian davlatni saqlab qolish uchun Yugoslaviyaga urush to'xtatish uchun besim ishlatadi. Ali Izzat Begovich Yevropaning bu pozitsiyasidan foydalanib, xalqni safarbar qilib, Bosniya Hersek mustaqilligiga ovoz tashlashga chaqiriq qiladi. Ovoz tashlashga 67% xalq qatnashib, 99.4% xalq mustaqillikni tanlaydi. 1992-yili 3-oyning 1-kuni Ali Izzat Begovich Bosniya Hersek mustaqilligini e'lon qiladi. Birlashgan Davlatlar Tashkiloti va xalqaro davlatlar Bosniya Hersek Cumhuriyatining mustaqilligini e'tirof qilishga majbur bo'ladi. Lekin Yugoslaviya bu natijani qat'iy qabul qilmay, tashviqot vositalari orqali Yevropa markaziga islom davlati qurilmoqchi deb tashviq qiladi. Yevropadan minglagan fidoyi xristianlar Bosniya Hersek Cumhuriyatining mustaqilligiga qarshi urushga yordamga keladi. Bosniya Hersek Cumhuriyati Ali Izzat Begovich boshchiligida Yugoslaviyaning qonliq hujumiga uchraydi. Afsus, xalqaro jamiyat Kroatiya va Sloveniya mustaqilligida Yugoslaviyaga
urush to'xtatishga ishlatgan besimini mustaqillikni e'tirof qilgan Bosniya Hersek qirg'inchiligida ishlatmaydi. Yugoslaviya hokimiyat beshidagi Sırp kommunistlar 1992 yildan boshlab 95 yilgacha davomlashgan Bosniya Hersek urushida tarixda oz ko'rilgan qabih qirg'inchiliklarni ilib boradi. 3 yilga yetmagan bu urushda 300 mingdan ortiq odam shahid bo'ladi. 100 mingdan ortiq ayolning nomusiga tajovuz qilinadi. Ali Izzat Begovichning ishxona binosi 44 qatim bomba hujumiga uchrab, eng yaramliq sabdashlardan ayrilib qoladi. Bu qirg'inchiliklar erkinlik va demokratiyani tashviq qiladigan Yevropaning ko'z oldida yuz beradi. Ammo Ali Izzat Begovich va askarlari qat'iy taslim bo'lmaydi. Ularning qahramonligi va to'lagan badallari natijasida 1995-yili 1-noyabr kuni Sırplar urush to'xtatib Birlashma federal hukumat qurishga ma'qul bo'lib ittifoq tuzadi. Bu ittifoq Dayton ittifoqi deb ataladi. Bu ittifoqda Bosniya Hersek Cumhuriyati mustaqil davlat deb e'tirof qilinadi. Ammo davlatni bir rais emas, 3 odamdan tarkib topgan raislik majlisi boshqaradi. Raislik majlisidagi 3 odamning biri musulmonlardan, yana biri kroatlardan, yana birisi Sırplardan tarkib topgan bo'ladi. Bu 3 odam navbatlashib raislik majlisini boshqaradi deb belgilanadi. Ali Izzat Begovich xalqni ozod qilish yo'lida ko'rsatgan fidokorlik uchun Podshoh Faysal mukofoti, Jaloliddin Rumiy mukofoti, Qur'on Karim mukofoti qatorliq xalqaro mukofotlarga erishadi. Ali Izzat Begovich xalqining e'tiqodi va mustaqilligi uchun hayoti bo'yicha qalam va alam bilan kurash qilib, 2003-yili 19-oktyabr kuni 78 yoshida vafot bo'ldi.